Qushlarimizni safsafligiga Anduka degandan ham keldi. Pepelni to'ytagan, kecha Marg'ilonlik akamiz jo'natib oldi. Kecha kunduz video qilgan imkonim bo'lmadi. Qushlar zo obzor. Nomerlarni qoldirib qo'yaman hozir, akkauntlarini. Mabodo qush kerak bo'ladigan bo'lsa, balistlar bilan shug'ullanadi aka. Buni kattaligini qarang, kesimini. Bu Anduka haqiqatan ham katta bo'lar ekan, kallasi ham juda katta ekan buni. Bunaqadan to'rtta. Bittasi pepelni, bittasi bunaqa havorang. Buni ham pichim katta ekan. Juda ajoyib. Kattasi baribir katta bo'lar ekan. Bular tayyor ekan. Bir-biriga dom beryapti o'zi. Aka omonatlarni oldim. Katta rahmat. Kimga qush kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yaxshi narsalar bilan shug'ullan. Avval ham gaplashgan edik aka bilan 50 qilib berasiz dedim. Hozircha 200 dan boshladik xudo xolisa. Atmosferani bitta ko'ring. Bitta gullimaga qo'yib qo'ydik. Qushlar ishlashni boshladi, eng qizig'i. Malochni, mana manular. Keyin oqim bor edi, oppog'im. Ko'kka oqib qo'shib qo'ydim. Bular ishlashni boshladi. Xona harorati issiq bo'lib tursa, yemi suv bo'lib tursa, zang'ilatib ishlaver ekan, xudo xolasa. Oxirida bunaqa konteynerlar qilib qo'ydim. Bu ashqal dushqonlariga kecha bunaqasini olib keldim. Bu rasiplos bor ekan, cho'chchaga o'xshab. Bunaqa alohida konteynerchasi bor ekan, ovqat yegan. Mana shu yerdan kallasini chiqib yeydi. Musor qilib olmaydi. Bundan oldin bunaqalarni beryapti, dabdalasini chiqarib yuboryapti. Kemiga ashqal dushqonligiga alohida konteyner qilib oldik.